Allah aytarkan: "Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Subhanalloh. Ey farishtalar, sizlarni guvoh qilib aytamanki, mana shu bandalaringning gunohini kechirdim deyarkan Alloh taolo. Subhanalloh. Alloh va'da berdi azizlar. Farishtalarni guvoh qilib. Shunchalik gunohkor bo'lsak ham, qalbimiz qorayib ketgan bo'lsa ham, qancha gunohlarni qilgan bo'lsak ham, Allohga qancha isyon keltirgan bo'lsak ham, Rasulullohga qancha behurmatlik qilgan bo'lsak ham, qalbimiz qorayib ketganidan dunyodan boshqa narsani o'ylamay qo'yilgan bo'lsak ham, bugun Alloh farishtalarni bizga guvoh qilib